Hurmatli anjuman ishtirokchilari, xabaringiz bor, fevral oyidagi uchrashuvimizda yoshlar uchun 40 dan ziyod yangi tashabbuslarni e'lon qilib, qariyb $500 million ajratdik. Yoshlar uchun, ularning istiqboli uchun bugun kiritilgan mablag' investitsiya ertaga albatta 10-100 ming barobar bo'lib qaytadi. Sizlar ilm oling, yangi g'oyalar bering. Kashfiyot va loyihalarni qiling, izlanish va harakatdan charchamang. Men sizlarni doimo qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Bu yil $35 milliard 8300 ta loyihani ishga tushirib, 292 mingta ish o'rni yaratiladi. Yana 500 mingta ish o'rinlarini yaratadigan $83 milliard loyihalarni boshlaymiz. Masalan, energetikada 20 milliard, neft, gaz va kimyoda 11 milliard, tog'-konda 7 milliard, elektrotexnika va avtomobilsozlikda $4,5 milliard minglab korxonalar ishga tushadi. Ushbu loyihalar Qoraqalpog'istondan Andijongacha, Surxondaryodan Toshkentgacha barcha hududlarda amalga oshiriladi. Ishlar boshlanishi bilan yashil iqtisodiyot, yashil energiya, raqamli geologiya, texnologik minerallar, bioinjineriya yo'nalishlarida minglab mutaxassislarga talab paydo bo'ladi. Afsuski, bunday yuqori malakali mutaxassislar o'zimizda yetishmagani bois chetdan olib kelishga majbur bo'lyapmiz. Yangi texnologiyalar asrida kim yutadi? Faqat kreativ fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasblarni egallagan mutaxassislar. Shijoatingizdan ko'rib turibman. Albatta siz yoshlar bu korxonalarni boshqarib, katta kashfiyotlar qilasizlar. Ularga innovatsiyalarni olib kelishlaringga men ishonaman. Shu bois hozirdanoq bunday loyihalarga kadrlar tayyorlashni boshlaymiz.